Ana akalar yuvoshiga oladi. Qizim ham o'g'lim ham tegidan o'tib ketaradi aka mol yuvoshiga. Negativlar buni ko'rsa 2 kun sog'ilmagan deydi. Lekin har doimgidek yanishadi. Jonivor hali tug'magan. Assalomu alaykum hammaga. Uzumchilar akalar, charchab qo'ymayapsizlarmi? Yigit tayyor sigirimiz keldi. Shularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa jonivor 3-qoringa yetib bo'g'oz, 2-qoringa 40 litrga yaqin sut bergan akalar. 2 kun 3 kun aliverish qoldi. Xudo xolasa yelim soat tayyor bo'lib turibdi. Yuvosh tanijoni sog' nuqsoni aybi yo'q sigir akalar. Hop, ko'pchilikda narxni aytmaydi akalar. Narxni aytmasga ikkita sabab bor-da. Yo qimmat narxni aytgani uchun ayta olmaydi, ya'ni olgan odamdan falon pul qo'ygani uchun ayta olmaydi. Bizda mana narxlar pasiyani aytiladi akalar. 55 million so'm ozginani o'tkazib beramiz shu molni. 40 litr sutga beraman, xudo xolasa eson qutulsa bo'ldi akalar. Xohlasanglar tug'dirib ham beraman.